Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Men kimyo fani o'qituvchisi Ermahmad Ulug'bek. Sizlar bilan 2018-yildagi bazadagi test savollarini ko'rib o'tishni boshlagan edik. Bugun sizlar bilan 2018-bazadan 21-tipdan 40-tipgacha bo'lgan savollarni ko'rib o'tamiz. Demak, test tahlilimizni boshladik. 21-tip. Tarkibida 4,3 Avogadro atom saqlagan noma'lum tarkibli alyumga vodorod va kislot atomlar soni tenglashguncha 4,8 Avogadro atom saqlagan suv qo'shildi. Dastlabki alyum tarkibida aniqlang dedi. Demak, bu masalada birinchi bo'lib e'tibor beradigan joyimiz vodorod va kislot atomlar soni tenglashgungacha suv qo'shildi degan joyi bor. Vodorod va kislot atomlar soni teng bo'lgan birinchi bo'lib formulani topib olishimiz kerak bo'ladi. Buning uchun biz quyidagicha ishlarni amalga oshirib oldik. Birinchi qiladigan ishimiz sulfat kislota va nechtadir molekula suvdagi eritmada vodorod va kislot son atomlari teng bo'lishi uchun suvni oldiga necha koeffitsient qo'yib olishligimizni bilishimiz kerak. Buning uchun vodorod va kislot atomlari sonini tenglashtirib olishimiz kerak. Buning uchun esa biz sulfat kislota va vodorod atomlar soni 2, n mol suvdagi vodorod esa 2n. Vodorodlar sonini 2n deb oldik. Sulfat kislota tarkibida kislotlar 4, n mol suvda esa kislot n ta. 4 plus n deb oldikda va shularni bir-biriga tenglashtirib yubordik. Tenglashtirib n ning qiymatini topadigan bo'lsak, n ning qiymati 2 chiqdi. Demak, bu degani sulfat kislotadan 1 mol, suvdan 2 mol oladigan bo'lsak, vodorod va kislot atomlar soni teng bo'ladi. Demak, bundan xulosa shuki, noma'lum tarkibli alyumga suv qo'shib 1 molekula sulfat kislotaga 2 molekula suv tarkibli, ya'ni 1 ga 2 nisbatdagi sulfat kislota eritmasi olgan. Endi e'tibor beradigan bo'lsak, 1 mol sulfat kislotadagi atomlar soni 7 ta. 2 mol suvdagi atomlar soni esa 6 ta. Demak, mana shu tarkib bo'yicha jami atomlar yig'indisi 13 Avogadro. Agar buni 13 Avogadro atom bo'lsa, uni tarkibidagi oltin gugurt 1 mol hisoblanadi. Lekin bizada alyum tarkibida 4,3 Avogadrocha atom, suv tarkibida esa 4,8 Avogadrocha atom bor. Va ikkalasini qo'shib turib, vodorod va kislot atomlar soni teng bo'lgan eritma olgan. Demak, 4,3 ga 4,8 ni qo'shadigan bo'lsak, jami 9,1 bo'ladi. Formula bo'yicha 13 Avogadro atom bo'lsa, tarkibda oltin gugurtlar 1 mol hisoblanadi. 9,1 bo'lganda necha mol oltin hisoblanadi desak, 0,7 mol oltin gugurt bo'ldi. Endi bu oltin gugurt atomlari esa bilamizki, suv idishidan qo'shilmagan. Noma'lum alyum tarkibida oltin gugurtlar 0,7 molligi ko'rinadi. Va mana shu ikkita ma'lumot, ya'ni noma'lum tarkibli alyumdagi oltin gugurtlar 0,7 mol va bu alyumdagi atomlar 4,3 Avogadrocha bo'lgani uchun bu orqali biz ikki noma'lumni tenglamadan alyumning formulasini aniqlasak bo'ladi. Buning uchun quyidagicha tenglama tuzib oldik. X mol sulfat kislotadagi oltin gugurtlar X mol, Y mol sulfat angidridagi oltin gugurtlar esa Y mol. Mana shu ikkalasi tarkibi oltin gugurtlar esa bu 0,7 ga teng. Shuning uchun X plus Y barobar 0,7 dedik. Endi atomlar X mol sulfat kislotadagi atomlar 7X, Y mol sulfat angidridagi atomlar esa 4Y. Ana o'sha atomlar yig'indisi 4,3 deb tenglama tuzib oldik va bu tenglamada X'imiz 0,5, Y'imiz esa 0,2 chiqdi. Demak, sulfat kislota 0,5 bo'lib, sulfat angidrid 0,2 bo'lsa, 1 mol sulfat kislota 0,4 bo'lgan alyum bo'lgan ekan, dastlabki noma'lum alyum. Demak, to'g'ri javob A javob to'g'ri bo'ldi. Keyingi masalamiz. Gibrid orbitallar soni atomlar sonidan 8 ta ko'p bo'lgan moddani aniqlang dedi. Birinchi navbatda gibrid orbitalga e'tibor berishimiz kerak bo'ladi. Gibrid orbital biz bilamizki, sp, sp2, sp3 yoki sp3d orbitali hisoblanadi. spd orbitali esa gibridlanmagan orbital hisoblanadi. Shuning uchun bu yerda to'g'ri javob D javob to'g'ri bo'ladi. Sababi sulfat angidridda men agar gibridlanishga e'tibor beradigan bo'lsam, uchala kislot atomlari ham oltin gugurt atomlarining ham gibridlanish turi sp2 bo'ldi. Demak, sulfat angidridda jami bo'lib 4 ta atom sp2 gibridlangan. Endi sp2 gibridlangan atomlar soni 4 ta bo'lsa, orbitallar soni 12 ta bo'ldi.
Bu molekulada esa atomlar jami 4 ta hisoblanyapti. Gibrid orbitali 12 ta, atomi esa 4 ta. Demak, gibrid orbitallar soni atomlar soni nechta ko'pligi aniqlaydigan bo'lsak, 8 taga ko'p chiqdi. Masala shartida ham 8 ta ko'p bo'lgan modda aniqlang degani uchun sulfat angidrid to'g'ri javob hisoblanadi. Keyingi masalamiz. Akrilen tarkibida gibrid orbitallar sonini toping dedi. Birinchi navbatda akrilen molekular strukturasini chizib oladigan bo'lsak, bu molekulada bu SH2 da uglerod, SH dagi uglerod, ya'ni qo'shbog' tutgan ikkala uglerod atomlari ham sp2 tipda gibridlangan bo'ladi. Karboksilli uglerod atomi ham sp2, karbonilga o'xshagan kisloroddagi kislorod esa sp2 tipda gibridlangan bo'ladi. Gidroksildagi kislorod esa bilamizki, fazon 4 ga bo'lish hisobiga sp3 tipda gibridlangan bo'ladi. Demak, molekulamizda 1, 2, 3, 4 ta atom sp2 tipda gibridlangan, bitta atom esa sp3 tipda gibridlangan. Shuning uchun sp2 gibrid orbitallar soni 12 ta, sp3 gibrid orbitallar soni esa 4 ta. Demak, akrilen molekulasi tarkibidagi orbitallar soni 16 taga teng bo'ldi. Shunday qilib 23-savolning to'g'ri javobi S javob to'g'ri bo'ldi. Keyingi savolimiz 4 mol suv tarkibli suv bug'ida nechta vodorod bog' bor deyapti. Xo'p, buni ishlashimiz uchun birinchi navbatda 4 ta suv molekulasi agar struktura bo'yicha e'tibor beradigan bo'lsak, 4 mol suvimizda bilamizki 8 ta vodorod atomi bor. 8 ta vodorod atomlardan 2 chekkadagi vodorodlar vodorod bog' hosil qila olmaydi. Demak, 8 ta vodorod bo'lsa, ikkitasi bog' hosil qilmagan bo'lsa, demak vodorod bog'lar soni 6 ta hisoblanadi. Yoki vodorod bog'lar sonini topish uchun quyidagicha formula ham mavjud. Xo'p, bu formula quyidagicha ifodalanadi. Ya'ni n-1 2 ko'paytmasi. Ya'ni bu yerdagi n kislorod, suv molekulalari moli. Nechta suv molekulasi bo'lsa, undan birini ayirib 2 ga ko'paytirib yuboradigan bo'lsak, vodorod bog'lar soni kelib chiqadi. Masalan, bu yerda hozir 4 molekula suv degan. 4 dan 1 ayirsak 3, 3 ni 2 ga ko'paytirsak 6 bo'ladi. Demak, 4 mol suvda 6 ta vodorod bog'lar mavjud bo'ladi. Shunday qilib to'g'ri javob B javob to'g'ri bo'ldi. Keyingi savolimiz n mol tarkibli suv bug'ida 8 ta vodorod bog' mavjud bo'lsa, n ning qiymatini toping dedi. Demak, mana formula bilan ifodalaydigan bo'lsak, 2 ko'paytiruv n-1 8 ga teng. 2 bu yoqda ko'paytiruv bo'lsa, barobardan keyin bo'lib o'tadi. 8 ni 2 ga bo'lsak 4. Ya'ni n-1 4 ga teng bo'lib qoladi. Bu yerda n 5, ya'ni 5 ta suv molekulasida vodorod bog'lar soni 8 ta hisoblanadi. Demak, to'g'ri javob B javob to'g'ri bo'ldi. Endi keyingi masalamiz. Wagner reaksiyasi asosida 4,2 gram alken oksidlanganda 0,1 mol cho'kma hosil bo'ldi. Alkenni aniqlang. Xo'p, Wagner reaksiyasi bu to'yinmagan uglevodlar ichida alkenlarga tegishli hisoblanadi. Agar alkenlarga kaliy permangan suv eritmasini yuboradigan bo'lsak, 2 atom spirt, margan peroksidi va kaliy gidroz hosil bo'ladi va har qanday alkenda reaksiya tenglamasida bilamizki 3 2 4 3 2 2 qo'yib tenglanadi. Shuning uchun alkenlarga kaliy permangan suv reaksiyasini yozib oldik. 3 2 4 3 2 2 tarzda ifodalandi. Va masala shartida noma'lum alkenni 4,2 gram bo'lsa, undan 0,1 mol cho'kma hosil bo'ldi degan. Reaksiyaga e'tibor beradigan bo'lsak, doimo Wagner reaksiyasida alkenlarda 2 mol cho'kma hosil bo'ladi. 2 mol cho'kma hosil bo'lganda alkenni gramini topadigan bo'lsak, 84 gram chiqdi. Bu 84 gram esa alkenni 3 molini og'irligi. Demak, 1 molni og'irligini tekshiradigan bo'lsak, 84 3 ga bo'lamiz. 28 gram kelib chiqadi. 28 bu etilenning og'irligi hisoblanadi. Shuning uchun ham 26-savolning to'g'ri javobi A javob to'g'ri bo'ldi. Demak, keyingi masalamiz. 1 mol alyuminiy digidrofosfat va 1 mol alyuminiy gidroksid reaksiyasi natijasida qanday tuzlar hosil bo'ladi dedi. Endi buni bilishimiz uchun doimo quyidagicha kombinatsiyani qilib olishimiz kerak hisoblanadi.
Xo'p, birinchi reaksiya yozib olamiz. Alyumin dihidrofosfatga alyumin gidroksid qo'shamiz. 1 molga 1 mol degan uchun 1 oldik. 1 mol alyumin dihidrofosfatdagi vodorod atomlar soni 6 ta. 1 mol alyumin gidroksidlar esa 3 ta. Bilamizki, bitta vodorod atomi bilan bitta gidroksid atomlari qo'shiladigan bo'lsa, 1 mol suvni hosil qiladi. Bu yerda esa hozir 3 ta gidroksid ionlari, 6 ta vodorod ionlari bor. 3 ta gidroksil ionlari bilan 3 mol vodorod atomlari birikishi mumkin va natijada 3 mol suv hosil bo'ladi. Agar 3 ta gidroksid bilan 3 ta vodorod ionlari birikkan bo'lsa, 6 ta vodoroddan 3 ta vodorod kationlari ortib qoladi. Demak, vodorod kationlari ortib qolganligi uchun reaksiya natijasida nordon tuz hosil bo'ladi bo'ldi. Agar vodorod ionlari ortib qolmaganda edi, unda o'rta tuz hosil bo'ladi. Agar mana shu masalada 1 mol alyumin gidroksid emas, 2 mol alyumin gidroksid oladigan bo'lsa, 2 mol alyumin gidroksidda gidroksidlari 6 ta hisoblanadi. 6 ta vodorod ionlari, 6 ta gidroksid ionlari qo'shiladigan bo'lsa, 6 ta suv chiqadi. Demak, u yerda vodorod va gidroksid ionlar ortib qolmaganida o'rta tuz chiqqan bo'lardi. Bizning hozirgi masalamizda vodorod ionlar ortib qolgan, shuning uchun alyumin gidrofosfat tuzi hosil bo'ldi deb oldik. Va reaksiyaga e'tibor beradigan bo'lsak, haqiqatan reaksiyamiz ham teng bo'ldi. Agar reaksiya teng bo'lsa, masala to'g'ri ishlangan hisoblanadi. Shuning uchun ham 27-savolning to'g'ri javobi A javob alyumin gidrofosfat bo'ldi. Endi shu masalaga doir yana bitta misol ko'radigan bo'lsak, 2 mol natriy dihidrofosfat va 3 mol natriy gidroksid reaksiyasi natijasida qanday tuzlar hosil bo'ladi deb. Xo'p, bu yerda ham 2 mol natriy dihidrofosfat, 3 mol natriy gidroksid oladigan bo'lsak, 2 mol natriy dihidrofosfatdagi vodorod kationlar soni 4 ta. 3 mol natriy gidroksiddagi gidroksid ionlar soni esa 3 ta. Ne demak, 3 ta gidroksid ionlari 3 ta vodorod kationlarni biriktirib 3 mol suvni hosil qiladi. Vodorod ionlaridan esa ortib qoladi. Va shuning uchun ham reaksiya natijasida nordon tuz, ya'ni natriy gidrofosfat hosil bo'lishini bilib oldik. Natriy gidrofosfat hosil qildik va 3 molekula suvni yozdik. Reaksiyada agar shu ikkalasini o'zini qo'yadigan bo'lsak, reaksiya teng bo'lmaydi. Sababi vodorod ionlari bitta ortib qolgan, bitta natriy gidrofosfat turibdi. Demak, bu tuz oldiga hech qanday raqam qo'yib bo'lmaydi. Agar bu tuzni oldiga hech qanday raqam qo'ymasak, reaksiyadan oldin 2 mol natriy, 3 mol natriy, jami 5 mol natriy bor. Bu yerda esa 2 mol natriy bo'ladi. Ya'niki reaksiya teng bo'lmayapti. Va demak, xulosa shuki, reaksiya natijasida vodorod kationlar ortib qolganligi uchun nordon tuz hosil bo'lishini bildik. Ya'ni natriy gidrofosfat hosil qildik. Lekin reaksiyamiz nordon tuz hosil qilganligimiz bilan reaksiya tenglashmayapti. Va shuning uchun ham reaksiya natijasida o'rta tuzdan ham hosil bo'lgan degan xulosaga keldik. Shuning uchun ham bu masalada to'g'ri javob B javob to'g'ri bo'ldi. Ham natriy fosfat o'rta tuz, ham natriy gidrofosfat nordon tuz ham hosil bo'lgan ekan. Nordon tuz hosil bo'lganini vodorod kationlar ortib qolganidan bildik. O'rta tuz hosil bo'lganini esa nordon tuz hosil qilganimiz bilan reaksiya teng bo'lmaganidan bildik. Shunday qilib, bu savolning to'g'ri javobi B javob to'g'ri bo'ldi. Endi keyingi masalaga o'tamiz. pH qiymati 8 da 5 ga teng bo'lgan eritmalarni neytrallash uchun ularni qanday hajmiy nisbatda aralashtirish kerak dedi. Endi bu masalani ishlashning ikki xil usuli bor. O'zini hisob-kitob tenglama qilib ishlash usuli bor yoki diagonal usuli bor. Diagonal usuli ancha sodda, qulay, hisob-kitobga osonroq va javobni chiqarish tezroq bo'lgani uchun biz diagonal usulidan foydalanamiz. Xo'p, buning uchun qanday ishlarni amalga oshirib oldik? pH qiymati 8 ga va 5 ga teng degan uchun diagonalga 8 va 5 ta oldik. Eritmani neytrallash uchun degani uchun esa bilamizki, pH 7 ga teng bo'lganda muhit neytral bo'ladi. Shuning uchun ham diagonalning o'rtasiga 7 degan raqamni qo'yib oldim. Endi diagonaldan 1 va 2 qiymatlar chiqdi. E'tibor bering, diagonaldan 1 va 2 chiqadigan bo'lsa, ularning hajmi nisbati 1 ga 2 nisbatda bo'lmaydi. Bu 1 ga 2 bizda A va D javoblarimizda ham ataylab berilgan. Bu raqamlarni javob sifatida olib qo'ymaydi.
Bu chiqqan raqamlar pH bo'yicha diagramga qo'yganimizda ular o'nli darajaga qo'yiladi. 1 mi? Demak 10 ning darajasiga 1 chiqadi. 2 mi? 10 ning darajasi 2 chiqadi. 10 ning ikkinchi darajasi bu 100 ga teng. 10 ning birinchi darajasi esa 10 ga teng. Demak bundan xulosa shuki, pH qiymati 8 ga teng bo'lgan eritmadan 100 litr, pH qiymati 5 ga teng bo'lgan eritmadan 10 litr olsa, muhit neytrallashadi. 100 ga 10 degani 10 ga 1 nisbatda bo'ladi. Shuning uchun ham bu yerda to'g'ri javob C javob to'g'ri bo'ldi. E'tiborliroq bo'ling, 1 ga 10 degan javob ham bor. Masalan, shartida pH qiymati 8 birinchi kelgan. 8 ning ro'parasi 10 bo'lganligi uchun C javob to'g'ri bo'ladi. Birinchi 10, keyin 1 raqami kelishi kerak. Yana B javobga chalkashib qo'ymanglar. Shunday qilib 28-savolning to'g'ri javobi C javob to'g'ri bo'ldi. Endi keyingi masalaga o'tamiz. Xo'p, pH qiymati nechaga teng bo'lgan 800 ml vodorod bromid eritmasiga 200 ml suv quyilsa, vodorod ionlarining konsentratsiyasi 8-10⁻³ molga teng bo'ladi deyapti. Demak, vodorod bromidning 800 ml eritmasiga 200 ml suv qo'shilsa, hosil bo'lgan eritmaning hajmi 1000 ml bo'ladi. Endi bu 1000 ml bilamizki 1 litrga teng. Endi hosil bo'lgan eritmada vodorod ionlarining molyar konsentratsiyasi 8-10⁻³ molyar bo'ladi. Eritmaning hajmi esa 1 litr. Demak, bundan vodorod ionlarini molni topib olsak bo'ladi. Uning uchun molyar konsentratsiyasini hajmga ko'paytirishimiz kerak. 8-10⁻³ molyarlik degani 0,8 degani. 0,8 ni eritma hajmi 1 litrga ko'paytiradigan bo'lsak, bu eritmadagi vodorod ionlarining moli 0,8 molga teng bo'ladi. Endi suvdan vodorod ionlari hosil bo'lmaydi, bilamiz. Sababi suvda muhit neytral. Demak, vodorod ionlarining hammasi vodorod bromiddan hosil bo'lgan. Demak, hosil bo'lgan eritmada vodorod ionlari 0,8 mol bo'lsa, vodorod bromid eritmasida ham vodorod ionlarining moli 0,8 bo'lgan. Endi bu eritmaning pH qiymatini topishimiz uchun bizga vodorod ionlarining moli emas, molyar konsentratsiyasi kerak bo'ladi. Shuning uchun ham biz bu eritmadagi vodorod ionlarining molyar konsentratsiyasini topamiz. Uning uchun esa molini hajmga bo'lamiz. Moli 0,8, eritmasining hajmi esa 800 ml, ya'ni 0,8 litrga teng. Shunday qilib biz vodorod ionlarining molyar konsentratsiyasini topadigan bo'lsak, 0,8 ni 0,8 ga bo'lsak, 0,100 molyar bo'ldi. Endi bundan pH topishimiz uchun o'nli logaritmni topadigan bo'lsak, 2 qiymat chiqadi. Demak, 29-masalaning to'g'ri javobi A javob to'g'ri bo'ldi. Endi keyingi masalaga o'tamiz. 500 ml 1 molyarli alyuminiy sulfat eritmasiga 1,8 Avogadrocha kation va 1,44 Avogadrocha anion borligi ma'lum bo'lsa, alyuminiy sulfatning dissonan darajasini toping dedi. Endi e'tibor bering, agar alyuminiy sulfat molekulasi faqatgina ionga ajraydigan bo'lsa, 2 ta alyuminiy kationi va 3 ta sulfat anionlari hosil bo'ladi. Ya'ni kation va anionlar nisbati 2 ga 3 nisbatda bo'ladi. Lekin bizning masalamiz shartida esa 1,8 kation, 1,44 anion hosil bo'lgan. Ya'ni masala shartida raqamlarni ifodalaydigan bo'lsak, ularning nisbati 2 ga 3 nisbat emas. Demak, xulosa shuki, bu yerda alyuminiy sulfat molekulalari faqatgina dissotsiyalanmagan. Ya'ni dissotsiyalanmagan bo'lsa, unda nima bo'lgan? Alyuminiy sulfatni e'tibor beradigan bo'lsak, kationi kuchsiz, anioni kuchli. Kationi kuchsiz, anioni kuchli bo'lgan tuzlar gidrolizlanadi ham. Shuning uchun bu yerda 3 ta jarayon sodir bo'lgan. Ya'ni alyuminiy sulfat dissotsiyalangan, ham gidroliz bo'lgan, ham alyuminiy sulfati dissotsiyalanmagan eritmada qolgan molekulari ham bor. Endi mana shu tartibda biz masalani yechishimiz kerak bo'ladi. Buning uchun birinchi qiladigan ishimiz eritmaning hajmi va erigan moddaning molyar konsentratsiyasi bor bo'lganligi uchun biz bu ma'lumotlardan erigan modda miqdorini topishimiz mumkin. Shuning uchun birinchi qilayotgan ishimiz uning molini topdik.
Molni topishimiz uchun molyar konsentratsiyani eritmaning hajmi 500 ml, litrda 0,5 litrga ko'paytiradigan bo'lsak, alyuminiy sulfat molekullari 0,5 mol bo'lgan. Va 0,5 mol alyuminiy sulfatning ma'lum bir qismi dissotsiyalangan, ma'lum bir qismi gidrolizlangan. Agar alyuminiy sulfatni gidrolizlaydigan bo'lsak, bilamizki, alyuminiy gidroksiddan sulfat kislota hosil bo'ladi. Alyuminiy gidroksid bu cho'kma va kuchsiz asos bo'lgani uchun u ionlarga ajramaydi. Lekin sulfat kislota bu kuchli elektrolit, u esa ionga ajraydi. Agar 3 mol sulfat ionga ajraydigan bo'lsa, undan 6 ta kation, 3 ta anion molekullari hosil bo'ladi. Shuning uchun bu yerda kationlar faqat alyuminiy kationlari emas, alyuminiy kationlardan tashqari vodot kationlari ham bor deyapmiz. Va masalan ishlashimiz uchun alyuminiy sulfatda dissotsiyalangan molekullarni X, gidrolizlangan molekullarni esa Y tarzda ifodalab oldik. Shunda alyuminiy kationlari 2X bo'ldi, vodot kationlari esa 6Y bo'ldi. Mana shu 2X va 6Y larning yig'indisi 1/8 ga teng bo'ldi. Anionlar esa dissotsiyalangandagi anionlar 3X, gidrolizlangandagi anionlar esa 3Y lar bo'ldi. Shu ionlar yig'indisi esa 1/144 deyapti. Va mana shu ma'lumotlardan foydalanib, biz kationlar 2X plus 6Y lar 1/108, 3X plus 3Y lar esa 1/144 ga teng deb X va Y ning qiymatlarini topadigan bo'lsak, 0,45 ga 0,03 bo'ldi. Ya'niki 0,45 mol alyuminiy sulfat molekullari dissotsiyalangan bo'ldi. Endi bizga dissotsiyalanish darajasini top deganligi uchun bizda dastlab 0,5 mol alyuminiy sulfat bor edi. Agar dissotsiyalanish bosqichida 0,5 mol alyuminiy sulfatdan hamma dissotsiyalangan bo'lganda, dissotsiyalanish darajasi 100% amalga oshirilgan bo'ladi. Lekin biz dissotsiyalangan X deb oldik va X ning qiymati 0,45 chiqdi. Ana o'sha 0,45 ni bo'yicha foiz topadigan bo'lsak, dissotsiyalanish darajasi 90% ga teng bo'ldi. Demak, bu yerda to'g'ri javob B javob to'g'ri bo'ldi. Endi keyingi masalaga o'tamiz. Xo'p, 31-masalada esa alyuminiy sulfat eritmasida 2,16 innovagadrovchi kation va 2,8 innovagadrovchi anion mavjud. Agar alyuminiy sulfatning dissotsiyalanish darajasi 90% ga teng bo'lsa, tuzning necha foizi dissotsiyalanmasdan eritmada qolgan dedi. Demak, bu yerda ham e'tibor berib qaraydigan bo'lsak, kation va anionlar nisbati 2 ga 3 emas. Demak, bundan xulosa shuki, yana alyuminiy sulfat molekullari ham dissotsiyalangan, ham gidroliz bo'lgan, ham dissotsiyalanmasdan eritmada qolgan. Xo'p, shuning uchun yana boyaganda ikki nomonimni tenglama tuzib oldik. Dissotsiyalangan alyuminiy sulfat molekullarini X, gidrolizlanganlarni esa Y deb ifodalab oldik. Va buning natijasida kationlar 2X plus 6Y lar yig'indisi 2,16, anionlar 3X plus 3Y lar yig'indisi 2,8 bo'ldi. Va bu ma'lumotlarda X 0,9, Y esa 0,106 bo'ldi. Masalamiz shartida dissotsiyatsiya darajasi 90% bor. Dissotsiyalangan molekullar bizda esa X deb olgandik va X ning qiymati 0,9 chiqdi. Demak, bundan xulosa shuki, ana o'sha 0,9 bu 90% ga teng. 0,106 necha foiz teng bo'ladi desak, 6% teng bo'ldi. Endi bu Y biz tuzning gidrolizlanganini olgan edik. Demak, bundan xulosa shuki, mana bu 6 alyuminiy sulfat molekullarining gidrolizlanish foizi hisoblanadi. Demak, alyuminiy sulfat molekulasining 90% dissotsiyalangan, 6% gidroliz bo'lgan. Demak, dissotsiyalanmasdan eritmada qolgan tuz molekularining foizi esa 4% ga teng bo'ldi. Chunki doim bilamizki, foizlar 100% bo'ladi. 100% dan 90% dissotsiyalangan, 6% gidroliz bo'lsa, 4% dissotsiyalanmasdan eritmada qolgan bo'ldi. Endi keyingi masalamiz. Kaliy fosfatning dissotsiyalanmagan molekullar tarkibida atomlar soni dissotsiyalangan molekullardan hosil bo'lgan ionlar soniga teng bo'lsa, kaliy fosfatning dissotsiyalanish darajasini aniqlang dedi. Bu masalani ishlashimiz uchun biz quyidagi ishlarni amalga oshirdik. Xo'p, kaliy fosfatni 1 molini dissotsiyalanmagan deb oldik. Dissotsiyalanmagan kaliy fosfatdagi atomlar soni ionlar soniga teng degan. 1 mol kaliy fosfatda atomlar
3 ta kaliy, 1 ta fosfor, 4 ta kislotni qo'shadigan bo'lsak, 8 ta atom bo'ldi. Kaliy fosfatdagi atomlar soni ionlar soniga teng degani uchun kaliy fosfatda chiqqan ation va anionlarni 8 ta deb oldik. 1 mol kaliy fosfat desallanadigan bo'lsa, undan jami hisobda 4 ta ion chiqadi. 8 ta ion chiqishi uchun kaliy fosfatning nechasi desallangan desak, 2 ta desallangan bo'lib chiqdi. Demak, kaliy fosfatning 2 ta molekulasi desallangan, 1 ta molekulasi desallanmagan. Demak, umumiy hisobda kaliy fosfatning yig'indisi 3 ta bo'lgan. Ya'ni 3 mol kaliy fosfat hammasi desallanganida u 100% bo'lardi desallan darajasi. Lekin bizda uning 2 moli desallanganligi uchun 2 molini foizini topadigan bo'lsak, 66-67% teng chiqdi. Demak, 32-masalaning to'g'ri javobi C javob to'g'ri bo'ldi. Endi keyingi masalaga o'tamiz. Quyidagi qaysi modda elektrolit hisoblanmaydi dedi. Xo'p, A javob sirka kislota. Bilamizki, sirka kislota elektrolit, faqat kuchsiz elektrolit hisoblanadi. C javob natriy sulfat esa natriy sulfat tuz va u suvda eriydi. Demak, u kuchli elektrolit. Xo'p, D ishqor. Ishqorlar bilamizki, ular kuchli asos hisoblanadi va ular kuchli elektrolitlar qatoriga kiradi. Demak, bu yerda to'g'ri javob B javob, ya'ni asetaldegid elektrolit emas ekan. Shuning uchun ham to'g'ri javob B javob to'g'ri bo'ldi. Endi keyingi masalamiz. 14 gram azot izotopi pozitron parchalanishidan qanday element hosil bo'ladi? Demak, azot o'zidan pozitron parchaladi. Demak, undan pozitron zarrachalari chiqib ketgan. Endi shunday qilib ishlaydigan bo'lsak, azotni 14 gram olsak, undan chiqib ketgan pozitronning massasi yo'q. Shuning uchun hosil bo'luvchi noma'lum element massasi azot 14 gram izotop massasiga teng bo'lishi kerak, ya'ni 14 gram bo'lishi kerak. Azot tartib raqami esa zaryadi 7 ga teng. Pozitron esa +1. Demak, azot o'zidan +1 zaryaddan chiqarib yuborgandan keyin uning zaryadi 1 birlikka kamayadi. Shuning hisobidan 7 bo'lsa, hosil bo'luvchi zarrachaning zaryadi 6 ga teng bo'lishi kerak. Zaryadi 6, massasi 14 bo'lishi uchun u uglerodni 14 gramli izotopi bo'lishi kerak hisoblanadi. Shuning uchun ham 34-masalaning to'g'ri javobi B javob to'g'ri bo'ldi. Endi keyingi masalaga o'tamiz. 6000 gram glitsindan 4596 gram polipeptid olindi. Polimerlarning darajasini hisoblang dedi. Demak, glitsin bilamizki, bu aminokislota. Aminokislota bir-biri bilan ulanadigan peptid bog' hosil qiladigan bo'lsa, ulardan suv hosil bo'ladi. Demak, buni ishlashimiz uchun birinchi navbatda 6000 gram glitsinning molini topib oldik. 80 mol bo'ldi. 6000 gram glitsindan 4596 gram polipeptid hosil bo'lgan bo'lsa, demak, u yerda 1404 gram suv ham hosil bo'lgan. Chunki modda massa saqlanish qonuniga binoan massalar teng bo'lishi shart. Shuning uchun ham ayirib yuborsa 1404 bo'ldi. 1404 gram suv bu 78 mol suvga to'g'ri keladi. Suvning molini topib oldik. Endi nima uchun mol topyapmiz? Chunki biz bilamizki, aminokislotalar bir-biriga ulanganda, nechta aminokislota bir-biriga ulangan bo'lsa, hosil bo'lgan suv molekulasi undan doimo bitta ekan bo'ladi. Ya'ni mol nisbatidan olinadi. Shuning uchun ham biz glitsin aminokislotasi bilan suvning molini topib oldik. 80 mol glitsin, 78 mol suv bo'ldi. Endi polimerlanish, ya'ni peptid bog' hosil bo'lish reaksiyasida e'tibor beradigan bo'lsak, n mol glitsindan doim n-1 mol suv hosil bo'ladi. Bizda hozir glitsin 80 mol, suv esa 78 mol. Mana shu bo'yicha tenglamada n ning qiymatini topishimiz kerak bo'ladi. Topishimiz uchun esa n ni 78 ga ko'paytirsak 78 n bo'ladi. 80 ni n-1 ga ko'paytiradigan bo'lsak 80 n-80 bo'ladi. Va shunday qilib n ning qiymatini topadigan bo'lsak n 40 bo'ladi. Demak, bu yerda polipeptid hosil bo'lishida 40 ta aminokislota bir-biri bilan ulangan ekan. Shuning uchun ham polimerlarning darajasi 40 ga teng, ya'niki A javob to'g'ri bo'ldi. 36-savol. 1 va 2 asosli karbon kislotalardan iborat 3 mol aralashmaga mol miqdordagi natriy gidroksid eritmasi qo'shilganda 90 gram suv hosil bo'ldi.
dastlabki aralashmada necha molekula dikarbon kislota bo'lgan edi. Demak, dikarbon va monokarbon kislotalarni natriy gidroksid bilan reaksiyaga e'tibor beradigan bo'lsak, bir asosli karbon kislota natriy gidroksid bilan birga bir ta'sirlashadi va 1 mol suv hosil bo'ladi. Dikarbon kislotalar esa 2 mol natriy gidroksid bilan ta'sirlashib 2 mol suv hosil bo'ladi. Bizada kislotalarning yig'indisini esa 3 mol degan. X va Y ning yig'indisi 3 mol bo'ldi. Hosil bo'lgan suvni 90 gram degan. Biz bilamizki, 90 gram suv bu 5 mol suv hisoblanadi. Shuning uchun ham mana bu yerda hosil bo'layotgan suvni X va mana bu yerdagi suv 2Y bo'ladigan bo'lsa, shu hosil bo'lgan suvlarning mol yig'indisi 5Y bo'ldi. Va shu 5 mol bo'ldi. Shu yerdan Y ni topadigan bo'lsak 2, X topadigan bo'lsak 1 chiqdi. Biz dikarbon kislotalarni Y deb olgandik va o'sha Y 2 chiqqanligi uchun dikarbon kislotalar bo'lgan deb molekula soni top degan uchun Y 2 va to'g'ri javob B javob to'g'ri bo'ldi. Endi keyingi masalaga o'tamiz. Tarkibida 20 gram natriy gidroksid tutuvchi 47 gram o'yuvchi natriy eritmasiga necha gram natriy metali solinganda hosil bo'lgan eritmada erigan modda va erituvchining atomlar soni tenglashadi. Xo'p, buning uchun birinchi qilayotgan ishimiz natriy gidroksid eritmasi 40 gram deyapti. Uning ichida natriy gidroksid 20 gram dedi. Demak, 47 gramdan 20 gramni natriy gidroksid bo'ladigan bo'lsa, suvning massasi 27 gram bo'ldi. Endi 20 gram natriy gidroksid 0,5 molga teng. Ya'ni 40 ga energiya bo'lsak 0,5 molga teng. Natriy gidroksidda 1 mol atomlarni ko'radigan bo'lsak, 3 ta natriy. Demak, bu masalani ishlashimiz uchun biz quyidagi ishlarni qilishimiz kerak. Xo'p. 47 gram natriy gidroksid eritmasida 20 gram natriy bor deb. Undan o'ychi natriy bor deb. Demak, 27 gramni 20 grammi o'ychi natriy bo'ladigan bo'lsa, qolgan 27 grammi suv hisoblanadi. Ya'ni 47 gramdan 20 gram o'tsa 27 gram suv. 20 gram natriy gidroksid bu 0,5 mol. 0,5 mol natriy gidroksid atomlar soni 1,5 NaOH ga to'g'ri keladi. Sababi 1 mol natriy gidroksidda bitta natriy, bitta kislot, bitta vodorod, jami 3 ta atom bor. 0,5 3 ko'paytirsa 1,5 ga to'g'ri keladi. 27 gram suv esa 18 ga bo'lsak 1,5 mol. Suvda 2 ta vodorod, bitta kislot bo'lganligi uchun 1,5 ni 3 ko'paytirsa 4,5 ta atom bo'ladi. 4,5 NaOH ga turuvchi. Endi hozircha erigan moddada 1,5 NaOH ga turuvchi, erituvchi tarkibida esa 4,5 NaOH ga turuvchi atom bor. Endi bizada unga necha gram natriy metali qo'shiladigan bo'lsa, erigan modda va erituvchida atomlar soni tenglashadi dedi. Shuning uchun biz quyidagi ishlarni amalga oshirdik. Xo'p, qancha natriy qo'shganligimizni bilmaganligimiz uchun biz uni hisoblab oldik. Agar reaksiya bo'yicha e'tibor beradigan bo'lsak, 2 mol natriy atomlari qo'shilganda erituvchi, ya'ni suvdagi atomlarning 6 NaOH ga tursa reaksiyada sarflanadi. Erigan modda, ya'ni natriy gidroksidda esa 6 NaOH ga atom saqlagan erigan modda hosil bo'ladi. Biz qo'shgan natriyni X deb oladigan bo'lsak, erituvchidan 3X ta atomlar sarf bo'ladi. Erigan moddada esa 3X ta atomlar esa hosil bo'ladi. Ya'ni erigan modda tarkibida atomlar soni ko'payadi, erituvchidagi atomlar soni esa kamayadi. Shuning uchun ham biz o'zi natriy gidroksidda eritmada 1,5 NaOH ga atom bor edi erigan moddada va undan 3X ta atom saqlagan natija yana hosil bo'lyapti. Shuning uchun ham natriy gidroksid atomlar soni 1,5 plus 3X ta bo'lib oldi. Erituvchida o'zi eritmada 4,5 NaOH ga turuvchi bor edi atomlar. Undan 3X dagi atomlar sarf bo'ldi, ya'ni kamaydi. Shuning uchun ham 4,5 minus 3X deb olib, bu yerdan X ni qiymat topadiganimiz 0,5 chiqdi. 0,5 X bu natriyning moli. Bizda natriyning og'irligini top deganligi uchun yarim mol natriyning og'irligi 11,5 ga teng bo'ldi. Shuning uchun ham to'g'ri javob B javob to'g'ri ekan.
Xo'p, 38-masala. 24 gram natriy gidrid necha gram suvda eritib 40% eritma hosil bo'ladi dedi. Biz bilamizki, natriy gidridni suvga soladigan bo'lsak, u suv bilan ta'sirlashadi va natriy gidroksid modda hosil bo'ladi. Demak, eritmada erigan modda natriy gidrid bo'la olmaydi. Natriy gidroksid erigan modda hisoblanadi. Ya'ni biz natriy gidridni suvga solsak, u birinchi suv bilan ta'sirlashib ketadi. Shuning uchun ham biz birinchi navbatda natriy gidridni suv bilan reaksiyani yozib oldik. Reaksiya bo'yicha 24 gram natriy gidrid 18 gram suv bilan ta'sirlashib 40 gram natriy gidroksidni hosil qiladi. Masala sharti natriy gidridni 24 gram bergan. Demak, 24 gram natriy gidrid 18 gram suv bilan ta'sirlashadi va 40 gram natriy gidroksidni hosil qiladi. Natriy gidroksid esa eritmadagi erigan modda va o'sha erigan moddamizning foizi esa u 40% deyapti. Bizga suvni top degan. Erigan modda 40% bo'lsa, suv 60% to'g'ri keladi. Ya'niki, hosil bo'lgan 40 gram natriy gidroksid 40% bo'lsa, suv 60% necha gram bo'ladi desak, 60 gram bo'ldi. Endi xulosa shuki, natriy gidridni 24 gramini 40% eritmasi tayyorlashimiz uchun bizga reaksiya bo'yicha 18 gram suv ta'sirlashib ketgandan keyin eritmada 60 gram bo'lib qolyapti. Demak, bu degani jami suvdan 78 gram kerak. Chunki natriy gidriddan natriy gidroksid hosil qilish uchun 18 gram kerak va hosil bo'lgan eritmani 40% tayyorlashimiz uchun esa 60 gram kerak. Shunda umumiy hisobda suvdan 78 gram talab etilar ekan. Shuning uchun ham to'g'ri javob D javob to'g'ri bo'ldi. Endi keyingi masalaga o'tamiz. Natriy etilat olishda 10 gram vodot ajab chiqqan bo'lsa, dastlabki spirt tarkibida necha mol vodot atomli bo'lgan edi. Natriy etilat olishimiz uchun bilamizki, natriyni etil spirtiga qo'shishimiz kerak bo'ladi. Va reaksiyasi quyidagicha ifodalanadi. 2 mol etil spirtiga natriy qo'shadigan bo'lsak, 2 mol natriy etilat va vodorod hosil bo'ladi. Reaksiya bo'yicha 2 gram vodorod olishimiz uchun dastlabki spirtdagi vodorodlar 12 avogadro bo'lishi kerak. Sababi 1 mol spirtda S2H5 da 5 ta vodorod, OH da bitta vodorod. Jami hisobda 6 ta vodorod bor. 1 molida 6 avogadro. 2 molidachi 12 avogadro bo'ladi. 12 avogadrochi atom bo'lganida reaksiya bo'yicha 2 gram vodorod hosil bo'lyapti. Masala shartida esa 10 gram vodorod hosil bo'lsin degan. 10 gram vodorod hosil bo'lishi uchun dastlabki spirt tarkibidagi vodorodlar soni 60 N avogadroga to'g'ri kelish kerak. Shuning uchun ham to'g'ri javob A javob to'g'ri bo'ldi. Endi keyingi masalamiz. Fenol, propion kislota va metil spirtdan iborat 0,6 mol aralashma 120 gram 10% natriy gidroksid bilan to'liq reaksiyaga kirishib 30,8 gram tuzlar aralashmasini hosil qildi. Dastlabki aralashmadagi fenolning massasini aniqlang dedi. Men birinchi qiladigan ishimiz 120 gram 10% natriy gidroksidda qancha erigan modda, ya'ni natriy gidroksid borligini topishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, uning uchun 120 gramimiz 100% bo'lsa, 10% qancha dedik? 12 gram chiqdi. Bilamizki 12 gram natriy gidroksid bu 0,3 molga teng hisoblanadi. Endi moddamizga e'tibor beradigan bo'lsak, fenol va propion kislota natriy gidroksidga reaksiyaga kirishadi. Chunki ularning kislota xususiyati bor. Lekin metil spirti esa ishqorlar bilan hech qachon reaksiyaga kirishmaydi. Chunki u spirtlar hisoblanadi. Spirtlar sinfiga kiradi. Spirtlar ishqorlar bilan ta'sirlashmaydi. Demak, reaksiya bo'yicha ko'radigan bo'lsak, fenol bilan natriy gidroksid 1:1 ta'sirlashdi. Propion kislota bilan natriy gidroksid ham 1:1 ta'sirlashdi. Demak, natriy gidroksid 0,3 mol bo'lsa, fenol va propion kislota ham 0,3 mol bo'lgan. Demak, 0,6 mol aralashmada 0,3 mol fenol va propion kislota bo'lsa, metil spirtining o'zi 0,3 mol bo'ladi. Agar bizdan oxirida metil spirtini top deganda, bizga shu ma'lumot yetarli bo'ladi. Lekin bizda hozir fenol top degancha reaksiyani yana masalani yana davom ettirishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, uning uchun fenol bilan ta'sirlashgan natriy gidroksidda X, propion kislota natriy gidroksidda esa Y deb oladigan bo'lsak, mana shu X va Y lar yig'indisi 0,3 ga teng bo'lishi kerak. Fenol bilan 1 mol natriy gidroksid ta'sirlashadigan bo'lsa, natriy fenoliyati og'irligi 116 gram bo'ladi.
x mol deb oladigan bo'lsak 116 x bo'ladi. Propan kislotada 1 mol natriy gidroksiddan 96 gram natriy propanat hosil bo'ladi, y dan esa 96 y. Mana shu tuzlarning massa yig'indisi esa 30,8 ga teng. Shu ikkita ma'lumot orqali biz ikki noma'lum tenglama tuzib masalani ishlashimiz kerak bo'ladi. Demak, buning uchun biz quyidagicha tenglama qildik. Xo'p. Natriy gidroksidlarning moli x plus y 0,3 ga teng. Hosil bo'lgan natriy fenolat 116x va natriy propanat 96y lar esa 30,8 ga teng. Bu yerda x topsak 0,1, y topsak 0,2 bo'ldi. Biz aka fenolning massasini topdigan. Fenol natriy gidroksidni 1 ga 1 ketgan. Fenol bilan ta'sirlashgan natriy gidroksid x deb olganmiz. X 0,1 chiqdi. Agar bu 0,1 bo'lsa, 0,1 mol natriy gidroksid bilan reaksiya kirish uchun fenolning ham moli 0,1 mol bo'lishi kerak. Shuning uchun 0,1 mol fenolning og'irligini topish uchun biz 94 ga ko'paytirib yubordik. Natijada fenolning og'irligi 9,4 bo'ldi. To'g'ri javob A javob to'g'ri bo'ldi. Demak, bugun biz sizlar bilan ko'rib o'tmoqchi bo'lgan test savollari shulardan iborat edi. Video darsi sizlarga ma'qul bo'layotgan bo'lsa, like bosing va bizga obuna bo'ling va bizni kuzatishda davom eting. E'tiboringiz uchun kattakon rahmat.